boshlidir intizom, mehmonlarga chin dildan deymiz salom, assalom. Assalom otajonlar, assalom onajonlar. Salomimni yo'llaydi sizlarga bolajonlar. Ustozlarning o'gitin dilimizga joyladik. Dilda hayajon bilan bayramimiz boshladik. Sahnamizga bolajonlarimizni taklif qilamiz. Shu chamaning bunchasiman, ishirganing ertasiman, yurtimiz bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman, yurtimiz bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman. Guli esa ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Guli esa ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Imonimiz butun vatan, ishonaver onajonim, xizmatingga doim tayyor, farzandlaring O'zbekiston. O'zbekistonim, ona diyorim, sen mehribonim, O'zbekistonim. Salom bolajonlar, mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar, ona vatan bag'rida baxtin topgan bolalar, ona yerda muhabbat yosh avlodning dilida, madhiyamiz yangraydi.
ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Gulnora opa Baltayevaga beramiz. Marhamat, ustoz sahnamizga. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ota-onalar, aziz o'quvchilarim. Mana bugun butun bir O'zbekistonimiz bo'ylab, shu kunlarda butun bir O'zbekistonimiz bo'ylab savodxonlik bayrami butun bir maktablarda o'tkazilib turibdi. Shunday ekan, bugun mana bizlarning ham 1-A sinfimizda 24-dekabr kuni bugun o'tkazilayotgan ekan, men avvalambor o'zingiz yaxshi bilasizlar, bu sinfning ustozina shunday bir tadbirlarni tayyorlagan bir ajoyib ustozimizga avvalambor Zaynabjonga rahmatlar aytaman. Eng maktabimizning boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan eng bir bilimli, boshqaruv qobiliyati kuchli, har tomonlama bir ajoyib insonimiz bu ustozimiz. Shunday ekan, ota-onalar shu ustozga yaqindan yordam berib, uni tushunib, shu farzandlaringizning o'qishlarini alohida e'tiborini qaratib turganlaringizdan sizlardan ham minnatdorman, rahmat aytaman. Bilasizlar, maktabimizni qisqagina aytaman, buni aytishim shart emas. Juda ko'p yutuqlarga erishib turibdi. Sizlarning o'quvchilaringiz ham shu 1-sinf ekan, 11-sinfnam shu yerda bir ajoyib bir bilimi bilan, o'zining har tomonlama qobiliyati bilan, har tomonlama yetuk va barkamol komil inson bo'lib yetishib, o'zlari orzu qilgan, sizlar orzu qilgandan ham ziyoda oliygohlarga kirib, yoki bir kasb egasi bo'lib, shu maktabning obro'yi uchun, shu maktabning yutug'i uchun kurashadigan, har tomonlama yetuk, barkamol komil inson bo'lib, o'z o'rnini topadigan bir ajoyib bir inson bo'lishlarini tilayman. Men bugun o'quvchilarimga qaratib, bolalar, siz bizning chirog'imizsiz. Tomaris, mukanna chiroqimizsiz. Yo'q esa bir umr javob izlagan, javob topolmagan so'rog'imizsiz. So'roq bo'lib kelmang, so'rang dunyoni. Dunyolar ichiga o'rang dunyoni. Faqat dunyo bo'ling, dunyo deb faqat quritmang qalbdagi nurni ziyoni degim keladi. Haqiqatdan shu o'quvchilarim hamma vaqt qalbindan nur ziyo ilm bo'lsin deyman. Ey farzand, so'nmasin ko'kda quyoshing. Boshingni silaydi otang yurt boshing. Shunday tinch zamonda o'qi kamol top, hech vaqt egilmasin bu mag'rur boshing. Vatanni e'zozlang, vatan sizniki. Siz tug'ilib o'sgan maskan sizniki. Dono bo'ling, o'qib hunar o'rganing. Shunday tinch faravon zamon sizniki. Ina shu o'quvchilarima butun vatanparvar bo'lishini va ana shunday bir ajoyib hamma shart-sharoitlar yaratilgan muhtaram prezidentimiz ta'limga alohida e'tiborni qaratib turgan bir paytda yana ham vatanparvar bo'lib, vatanga xizmat qiladigan bir oliyjanob inson bo'lishlarini tilab qolaman. Dasturxonimiz chiroyli, issiq non shirin
Onajonlar 4 oy muqaddam maktabimizda birinchi marta qadam bosib kelgan edilar. Bugun bilimlar mamlakatini sayr qilib yurishibdi. Bilimlar mamlakatida bemalol yurish uchun harf tanimoq, o'qish yozishni bilmoq zarur. Qani ko'raylikchi, bolalar harflarni tanisharmikin? A alif B quyoshi, harflarga karvon boshi, Akmal Aziza Ali, Adam boshlanar bari. Qanotlarim yig'ib olgan kapalakning o'zima, yelkan bo'lib kemalarda shamollardan o'zaman. Dengizu daryodaman, davlatda dunyodaman, deman shirin so'z bo'ling, doim ahil do'st bo'ling. Elakdayu etakda, echkidayu eshakda, echkimadayu etikda. Eng birinchi turaman, epchilesi bo'laman. Egri o'roq fini topgach, egizagim deb yopishdi. Ikkalasi finni ko'rib, minamiz deb topishdi. Jadal so'zlab boshlayman, jarhal bo'lib yasayman, jur jiyoq jo'yadiram, jurzochlarni bilan. Hilal hakka handalay, hunar hol, halinchak, borma isoq shunda, hatto xumoq shunda. Simyog'och tarakka, o'xshab poyim uzunroq, igna kabi ingichka, ip kabi sacha uzuqroq. Soyabonning bandi sinib birpas yig'lab olibdi. J harfiga o'xshaykan deb jasur hayron qolibdi. Kitob kalta bittaman, kik so'zda ikkita, kakku kaklikda uchtaman, topingchi men o'zi kimman? Lochinda men ikki do'st keldik biz, qo'lni qo'lga berdik biz, qilmasdan chuchimizda yozildimi degan ham. Nani yasamoq oson, diqqat bilan qaragin, ikki ustun aralab qiya ustun tiragin. Menga har gal uchraysan, kiysang poypoq poyabzal, patir palov yeganda, paxta pilla deganda. Ola oga o'xshasam-da, alif boda o'rnim bor, qaray xuddi quyonchadek, mening ham ustumim bor. Randa ronda ritoshi, uni qanday yozaman? Bir qo'lingni belga qo'yib, bir oyog'ing tiragin. Chala 8 demang, meni ilon bo'la olaman. Salpal chiziq ko'rgin qani, 8 bo'lib qolaman. Ikki chiziq, ikki harf, ko'p qilmasang kuch ham sarf, to'qmoq taroq tundaman, taroq tovoq tuzdaman. Tutunda u ikkita, qulufda esa bitta, uzun uzun unun tun, usiz bo'lmas so'z butun. Men borman vulqonni ham, vafo va vijdonni ham, vatan volida vaqt, so'zlarni boshidan baxt. Menga gal qarasangiz shaklim oga o'xshaydi. Otga belgi ko'rsangiz, ot emas ot bo'ladi. Endi navbat ko'ylagim qo'shig'iga.
Bugun bizni bilimlar mamlakatimizda bolalarning sevimli kitoblari alifbe, o'qish savodxonligi, ona tili matematika kitoblari ham sayr qilib yurishgan ekan. Hozir ularni sahnamizga taklif etamiz. Alifbeni chaqiramiz bolajonlar. Bolajonlar, men sizga birinchi kitobdirman. Dilingiz yoritgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham a'losiz. O'qish yozish bilgan, aqlliz ham razosiz. Endi boray dam olay, sizga baxt omad tilay. Ongingiz charxash uchun o'qish kitobni joylay. Xayr bolalar, men sizni unutmayman. G'ayrat bilan o'qidingiz, nasihat unutmang. O'qish haq bilamanku, ilmim eng katta najot. Har bir harfda bor hayot, alifbe bizga qanot. Alifbedan boshlanadi ilm degan buyuk yo'l. Endi biz ham o'qiymiz, savodimiz kelib ko'p. Salom yangi do'stlarim, erka qaro ko'zlarim, bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qib o'qish deydilar, mendagi har mavzuni mag'zin chaqish deydilar. O'qing meni ardoqlab, men yangi do'stingiz bo'laman. Qo'lim berib sizlarga yoningizda turaman. Men ham ona tiliman, ona dilim tilaman, onalar saf vijdoni, otalar jon tilaman. O'qing meni varaqlab, yurakda hurmat saqlab, ona tilim sehri ardoqlab, sevib yoqlab. Tilimiz xazinasi sizga asta oshkim bor. Ona tilim sehrini marjon kabi sochkim bor. Matematika o'zim, quyoshday issiq yuzim, raqamlardan boshlanar, tinglasangiz gar yuz. So'zim 10 ta raqam jomenda, kerakdirman har yerda. Aqlingizni chaqlayman, har misol, har amalda. Endi navbat raqsga, o'g'il bolalar ijrosida. Ataylab dars qildim bugun, oyim xursand bo'larmikan deb. Olsam agar 5 baho har kun, madan ko'ngli to'larmikan deb. Oyim hayron bo'lib qoldi yo, boshdan oyoq nazar soldi yo. Shubhaga ham borib qoldi yo, rostdan ham dars qilarmikan deb. Dars qilaman men, 5 olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men. Dars qilaman men, 5 olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men. Har mahal erkalanib dars qilmasam, o'ynasam ko'chadan hech kirmasam, so'zlaringizga kirmay men xato qilibman onajonim. Endi o'ylasam dars qilaman men, 5 olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men. Dars qilaman men, 5 olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men. Endi aqlli bola bo'la olaman men. MBKstudio.uz taqdim etadi. Davramiz senla go'zal, kelayla xurram do'stim. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Davramiz senla go'zal,
kelayla xurram do'stim doirangni chal mana bugun bayram do'stim dunyo hayron bo'ylasin havas qilib to'ymasin dunyo hayron bo'ylasin havas qilib to'ymasin bizga jo'r bo'lib o'ynasin bizga jo'r bo'lib o'ynasin doirangni chal mana bugun bayram do'stim doirangni chal yayra bugun bayram do'stim sensiz ko'ngillar to'lmas sen bor ohanglar o'lmas sensiz ko'ngillar to'lmas sen bor ohanglar o'lmas bayram bayramdek bo'lmas bayram bayramdek bo'lmas doirangni chal yayra bugun bayram do'stim doirangni chal mana bugun bayram do'stim mbkstudio.uz. Tanbur dutor bilan g'urur viqor bilan tanbur dutor bilan g'urur viqor bilan shunday xumor bilan doirangni chal yayra bugun bayram do'stim doirangni chal mana bugun bayram do'stim davramiz senla go'zal kelayla xurram do'stim doirangni chal mana bugun bayram do'stim davramiz senla go'zal kelayla xurram do'stim doirangni chal mana bugun bayram do'stim mana bugun bayram do'stim mana bugun bayram do'stim yayra bugun bayram do'stim mbkstudio.uz. Endi esa raqamni sahnamizga chorlaymiz. Mikrofonni ber, chiqizarroq uzoqaveraman. Diqqat, mening nomim Nol, o'quvchim sen ogoh bo'l. Yolg'iz tursam yo'qman men, sherik bo'lsa to'qman men. Yozilishim qiyinmas, dum-dumaloq tushsang bas. Bir degan sanoq sanma, sanash uchun osonmi? Bitta yurak, bitta bosh, bitta oy, bitta kuch. Yozishga ham ungayman, qoziqchaga o'xshayman. Ikki degan nomim bor, ikki birdan metr, ikki qo'l, ikki oyoq, ikki ko'z, ikki quloq. Nimaga o'xshayman xush, xuddi ko'ldaydi oqqush. Uchta birman nomim uch, birlashganda kelar kuch. Uchgacha sanayman deb shart o'ynagan har bir she'r. Yozish uncha qiyinmas, tishlangan ikki kulcha. Men 4 degan raqamman, 2 dan jamman bo'lsa 2 juft o'rta, 4 ta ulfat o'sha choq. Yozishni mashq qil picha, bir oyog'ing narvoncha. 5 degunlik nomim bor, raqamlar ichra ilg'or. Bir ko'rsa anchaman, qo'ldagi 5 panjaman. Yaxshi tirish yozmoqqa, sal o'xshayman qarmoqqa. Mening nomim 7, endi demanglar mitti. 6dan bitta ko'pman, 7 yulduzman, to'pman. Chizganda kichikroq, beliga boylab belbog'. Sanamak 8 demang. 2, 4ni qo'shsangiz hosil bo'laman shu on.
Yozilishim bilgin qani, tasavvur qil pillani. Men 9man, sonlar ichida yolg'izman 8dan. Bitta katta bilib qo'ying albatta. Yozishni o'rgan asta, ilmoqman dumbi pasta. Endi navbat yana raqsga. Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yar o'zmas yorini yonida yursa go'zal. Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yar o'zmas yorini yonida yursa go'zal. Sulton bo'lib taxtiga, ahd qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar qursa go'zal. Sulton bo'lib taxtiga, ahd qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar qursa go'zal. Gul uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zmas yorini yonida yursa go'zal. Yonida yursa go'zal. Oy, essa ajib sho'x sabab, chalsa ishqi bir navo, orzuyingdagi zibo, yurakdan ursa go'zal. Essa ajib sho'x sabab, chalsa ishqi bir navo, orzuyingdagi zibo, yurakdan ursa go'zal. Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yar o'zmas yorini yonida yursa go'zal. Yonida yursa go'zal. Avaylashib bir-birin oshkor etib borsirin, so'z qolmay shirin-shirin hayollar sursa go'zal. Avaylashib bir-birin oshkor etib borsirin, so'z qolmay shirin-shirin hayollar sursa go'zal. Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zmas yorini yonida yursa go'zal. Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zmas yorini yonida yursa go'zal. Yonida yursa go'zal. Elim desem tilginem, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desem dilginem, xandon bo'lgani bo'lgan. Elim desam tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam dilginam, xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi, gul oftobi guloyi. Yuragimning bir joyi, rayhon bo'lgani bo'lgan. Qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi bag'rim. Istiqlol bergan
baxtim ko'rib birovlar hayron bo'lgan Havoda dik turgaylar, chechakka tosh surgaylar, gulni ko'rgan to'rg'aylar, xushhol bo'lgan. dalalashib qirlashib boshni qo'yib sirlashib Jo'shqin soylar birlashib, iymon bo'lgan. Qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi bag'rim. Istiqlol bergan davrim, davron bo'lgan. Davron bo'lgan. Elim desam tilginam, sayron bo'lgan. Yurtim desam dilginam, handon bo'lgan. elim desam dilginam sayron bo'lgan yurtim desam dilginam xandon bo'lgan Chamanimning chiroyi, gul oftobi guloyi, yuragimning bir joyi rayhon bo'lgan qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi bag'rim. Yurtboshim bergan davrim, davron bo'lgan. Davron bo'lgan. Endi navbat vatan haqida she'rlarga. Vatan bizning uyimiz, vatan bizning ko'chamiz, soylardagi suvimiz, mazza qilib ichamiz. Vatan bizning tog'imiz, olma anor bog'imiz, bug'doy arpa bog'imiz, o'ynab mazza qilamiz. Yer sharida yumaloq, chiroyli shaklinga bog'olma chog'ildi g'ildidagi yumaloq. Sen babamning tilisan, sen mamamning tilisan, o'zbegimning tilisan, jonajon o'zbek tilim. Yoshing ko'p, ulug' garchi o'zing boqsan, o'zing qar jonim, joningga pangvan, jonajon o'zbek tilim. Hind turtida qil sabr, seni sog'lab bobur, yor turtda o'lmak or, sevsam bizning jon vatan. Davra oling oshnalar, doira bazm boshlanar. Davra oling oshnalar, endi bazm boshlanar. Yuragida o'ti bora, barcha ko'ngil xushlanar. Yuragida o'ti bora, barcha ko'ngil xushlanar.
Davra oling oshnalar, davra oling oshnalar, doira bazm boshlanar. Davra oling oshnalar, endi bazm boshlanar. Yuragida o'ti bora, barcha ko'ngil xushlanar. Yuragida o'ti bora, barcha ko'ngil xushlanar. Osmonning yulduzimiz, ay momaning qizimiz. Osmonning yulduzimiz, ay momaning qizimiz. Sizdan juda yiroqmiz, olam olam chiroqmiz. Sizdan juda yiroqmiz, olam olam chiroqmiz. Yulduzlarmiz, yulduzlar, dam olamiz kunduzlar. 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 Ba-ba-da-ba-bam, 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 Qarong'uda qolmang deb ishlaganlar xormang deb. Qarong'uda qolmang deb ishlaganlar xormang deb. Yuz ochamiz sizlarga, nur sochamiz sizlarga. Yuz ochamiz sizlarga, nur sochamiz sizlarga. Yulduzlarmiz, yulduzlar, dam olamiz kunduzlar. 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 La 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 la. 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 Jajjigina qo'limga qalam tutgan mehribon sizga rahmat ustozim. Doim bo'ling sog' omon. Aqlimizga nur ziyo, mehribon pedagogya, berib ta'lim tarbiya, omon bo'ling ustozim. Siz muallim inson uchun har bir ilm, ulfon uchun qahramonsiz, bizlar uchun kabudamon. Kamil avlod bog'boni, yuksaltiruvchi vatanni, millatning sharaf shoni, omon bo'ling ustozim. Ustozimiz aziz, sizga ta'zim, mehr bilan o'rgatdingiz har bir harfni. Rahmat sizga ustoz, rahmat sizga ustoz. Siz tufayli o'qish beram bizga. Ustoz dili bahorim, buloqday beg'uborim, ishonganim suyanch tog'im, omon bo'ling ustozim. belida egar, shamol, 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 nodon
boshimga tegar, boshimga tegar. Soylardagi xarsang tosh senlarga berar bardosh. Men qo'limni bir cho'zsam, qo'limga qo'nar quyosh. Soylardagi xarsang tosh senlarga berar bardosh. Men qo'limni bir cho'zsam, qo'limga qo'nar quyosh. Kelmana şair 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 bu atlas mıdır? Kelmana şair 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 bu atlas mıdır? O'zbegimning qizlari tarifi shumas mıdır? O'zbegimning qizlari tarifi shumas mıdır? Atlasga mosmas mıdır? Mamalar kiygan libos atlasmi adresmidir? Mamalar kiygan libos atlasmi adresmidir? Kuydirib bobolarim ishqida yonmasmidi? Ay kuydirib bobolarim hajrida yonmasmidi? Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidir? Atlasga mosmasmidir? Marg'ilonni yo'li soz, yo'lida o'ylaydi g'oz. Marg'ilonni yo'li soz, yo'lida o'ylaydi g'oz. Qizlari qizil gilos, yigitlari ishqiboz. Qizlari qizil gilos, yigitlari ishqiboz. Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidir? Atlasga mosmasmidir? Mana yarim qo'qonda, panjarali do'konda. Voy mana yarim qo'qonda, panjarali do'konda. Hali kelsa ko'rasiz, qosh ko'zlari muqomda. Hali kelsa ko'rasiz, qosh ko'zlari muqomda. Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? Kelmana shoir 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 bu atlasmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidir? O'zbegimning qizlari tarifi shumasmidir? Atlasga mosmasmidir? Atlasga mosmasmidir? Endi esa navbatni ota-ona haqida she'rlarga beramiz. Marhamat. Oila desam biridan biri jondek ko'rinar. Mo'jazgina mustahkam bir vatandek ko'rinar. Oila otam, oila onam, oila ukam ko'zlari. Oila singlim, oila bobom, bu jonim so'zlari. Men ulardan o'zimni tasavvur etmam ayro. Oila kichik vatanim, men jilg'aman u daryo. Nasihati umrim ziyosi, bu dunyoda yo'qdir qiyosi. Sizdek bo'lmaydi dunyosi, ota-onam bo'lga shukr. Suyanch bo'lib yig'ilgan chog'im, biri bog'im, birisi tog'im, yo'l yoritguchi chirog'im, ota-onam boriga shukr. Farzandim deb umrini tutgan, tug'ilishim intizor kutgan, goh men uchun o'zini unutgan, ota-onam boriga shukr.
Qanotlarim kengdir qulochi, davlatimdir boshimning toji. O'zim qilaman hoji, ota-onam boriga shukr. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga gap tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Bugun eng chiroyli gullarni olib, qo'liga berayin ketsin quvonib. Axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Aziz bolajonlar, qaysi bayram yaqinlashib kelmoqda? Yangi yilda kimni ko'rishni xohlaymiz? Qani bo'lmasa birgalikda chaqiramiz. Ağzına. Assalamu alaikum bolajonlar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum 47-maktab jamoasi
Assalomu alaykum. Mana shu zaldagi ota-onalar. Shunday qarqiz bilan uchib boratir edik. Otimizda balandda Soliha ismli qiz Kor bobo, bizlarning maktabga ham tushinglar. Kor bobo deb, to'g'rimi qarqiz? Ha. Shundan keyin otimizni aylantirib 47-maktabning tushsak, maktab direktori Gulnora opa Boltayev o'tirgan ekan. Qor bobo, qarqiz, xush kelibsizlar. Bizning maktabimizda dedilar, haqiqatdan ham 47-maktab jamoasi o'quvchilari tumanda, viloyatda oldingi o'rinlarda keltirgan ekan. Maktab o'quvchilar fan olimpiadalarida 5 tashabbus musobaqalarida yuqori o'rinlarni egallagan ekan. Shuningdek bugun mana birinchi qizlar sinf, birinchi A sinf qizlarning savodxonlik bayrami ekan. To'g'rimi? Ha. Ana shu savodxonlik bayramına keldik. Hamma ota-onalarni, ustozlarni, birinchi sinf o'quvchilarini, birinchi A sinf o'quvchilarini bugungi savodxonlik bayrami bilan chin qalbimizdan, yangi yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin, aziz birinchi A sinf o'quvchilari. Qana qarqiz, tabriklayman seni. Bayramingiz muborak bo'lsin. Archa jonarcha, yaproqlarining archa. Yasangansan, go'zalsan, atrofingda aylanib biz barcha. Qarsa qo'shiq aytamiz barcha. Qarangda birinchi sinf o'quvchilarining qo'shiqlarini, she'rlarini eshitamiz. Qarqiz bilan bizlar birinchi A sinf o'quvchilarini juda ko'p sovg'alar olib keldik. Kim yaxshi aytsa, o'ynasa, hammasini sovg'alarni beramiz. Tushunarlimi? Qana qo'shiqlaringizni aytib berasizlarmi? Ana bizlar ham qarqiz bilan o'ynab beramiz. Marhamat, qana tomosha qilamiz. Ilohidan bir kuy bor, sadolari boshqacha, dillarga xush yoquvchi, navolari boshqacha. Bu lazgidir dastlarime oynan, lazgiga oynan.
boboga yangi yil haqida she'rlaringizni aytib bersangiz, aziz bolajonlar. Aytib berasizlarmi? Qani, eshitamiz. Qani Qani eshitamiz. Yangi yil bayramida qor boboni kutamiz. Qor orqalab kelsa agar zavqqa to'lib ketamiz. Boylari shif ketgan igna bargli ko'gachacha zar majollar taqib yasanishing o'zgacha. Kichkin toylar kuylashib atrofingda aylanar. Ikiningdagi chiroqlar kech kirganda tovlanar. Ko'rkam archa ko'karcha bayramda bosh qahramon baland tog'da oshib kel uyimizga bo'l mehmon. Yangi yilda barchaga yaxshi tilak tilayman. O'zgunalar bilan chinakam baxt tilayman. Archa archa jon archa yaproqlaring ninacha atrofingda aynalib qo'shiq aytamiz. Yangi yilga tilagim baxtga to'lsin yuragim, otam onam sog' bo'lsin, uyimiz nurga to'lsin. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bolalikdan asov otni egarlab doim zafar quchgan Temur bobomiz 12 yoshida taxtni egallab yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab beruniylar bosgan izlarni bosib. yurt bayrog'in ko'proqday mahkam tutib, yuksaklarga qadar uchgan yoshlarimiz. Boladurmiz, turmaymiz baxtni kutib, har jabhada zafar quchgan yoshlarimiz.
ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bağat tumani 47-son maktabning 1A sinf o'quvchilarining savat xalq bayramlari jim yaxshi chiroyli bo'lib o'tiribdi. Bizlar endi shu qarqiz bilan hamma o'quvchilarga sovg'a olib kelganmiz. Sovg'alarimizni bersak bo'ladimi bolajonlar? Qara ustozni qana yordam berversinlar. Yana odimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yana odimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yil oshi, tark etmasin yana yil oshi. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yil oshi, tark etmasin yana yil oshi. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi. Aziz ota-onalar, hurmatli o'quvchilar, mana bugun Bog'ot tumani 47-maktabda 1A sinf o'quvchilarining savat xalq bayrami, yangi yil bayrami bo'lib turibdi. Hammangizni yana bir bor ota-onalarni, o'quvchilarni, maktab rahbariyatini yangi yil 2026 bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin aziz o'quvchilar. Men maktab direktori Gulnora opa Boltayevani davraga taklif etaman. Marhamat. Yine hürmetli ota-onalar,
Hazır yine Zeynepcan'ın Savatxanlık bayramiga tayyorlangan tedbirini hemen tamaşa kıldığınızda gördüğünüzler. Hakikaten hem indi bu okuçularımız alifbeni yekünlep okuş kitabını kolga aladılar ve Savatxanlığı yine hem açıp köprak kitap mutalak kılıç bedi eserler okuşka ötediler indi. Şunun için sizler ata-onalardan iltimasım şu farzandlaringizni har bir vaqtdan unumli foydalanishini tilab qalaman yana yengil kiyatir. Uyda hech ham bir har bir kunini vaqtini mazmunli o'tkazsin farzandlaringiz, aqtiqlaringiz. Az şöyle kirib turibdilar, birlari bular kirib turibdi. Yana bir bor shu bayram bilan tabriklayman. Bayram bilan tabriklayman. Ana shu qizlarimning o'qishlarini muvaffaqiyatlar tilayman. Shunda sizlar hamma vaqt shu Zeynepcan bilan birgalikda farzandlaringizning ta'lim va tarbiyasini alohida e'tibor bersangiz so'rab qolaman. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Karbaba kar qizni endi uzatamiz. Hayır balacanlar. Bir de vaqt ketami? Necheti? Ishota beraman. Men asta aytaveraman. Açkim chiqmoqman. Ata-onalar bu yerda savatxonlik guvohnomasi topshirilmabdi. Hozir shuni topshiramiz. Shuni men o'qib eshitiraman. O'quvchilarimiz hammasini mana shu guvohnomani beramiz. Qisqa o'qiyverin ha. Ro'zbayeva Ayjamal. Ismoilova Zilolaxon. Berber. Birlanda men ham tushaman hozir. Azizova Muslimaxon. Shavkatova Sabina. Masharipova Zarina. Quronboyeva Gulhaya. Bilmadim, men ham topshiraversam bo'ladi. Men seni turadi. Adilbekova Mahina. Rasmga tushaman. Quvandikova Mehrinisa. Quvandikova Mehrinisa. Ismoilova Nurhayat. Joyingga o'tgindi qizim. Ro'zboyeva Safargul. Beka qara. O'tgindi. Farhadova Gulyarxon. Nimanga bering? Nurhayat. Farhadova Gulyarxon. Hop. Ismoilova Mushtari. Joylarda. Beka o'tib berak. Sultanova Nexon. Xudoyberganova Mustafa. Az qoldi. Mustafa ki? Bul. Neydi mi? Erkinot Coşkunbek. Öt beka öt. Erkinot Coşkunbek. Al. Uşağının. Hüseyinov Asilbek. Uşaq tur. Sunken ma bir. Beka qara rasmga tushamiz. Ma. To'xtaboyev Jo'shkunbek. Sumkang. Sumkasilar. Yo'q, bermaydilar.
Ma. Jumaniyazov Abdumalik. Chiq, so'ng. Alimbayev Ekber Shah. İkisi kaldı. Tuğrul. Yusuf Muhammed Ali. O'zingga berasan ya. Beka karaktı, beka. Ey buladım. Resim geçeceğiz. Erkinov Bilalbek. Ne balam? Ne, şurada turur. Düştü mü? Rahimberdiyev Miraziz. Şurada tur. Şunu düşür ver bana. Oldu. Yakunlab berasizmi, bo'ldimi? O'zi yakunladim hamda bir guvohnoma uchun qaytadan netib ketdi bu uzayib. Bugungi tadbirimizni endi nihoyasiga yetdi. Yakunlaymiz. Rahmat. Aziz va qadri baland mehmonlar, ustozlar, shuning bilan bugungi tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga ozgina bo'lsa ham yaxshi kayfiyat ulasha olgan bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Yana odimlaydi soat millari, Hayot sabog'ini eslatar go'yo. yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yana odimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yil oshib, tark etmasin yana yil oshib. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yil oshib, tark etmasin yana yil oshib. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi,